2000-yil Amerikaga 4 yillik viza olib kelib qoldik. Mehmonxonada ish faoliyatimizni boshladik, ishladik. Men o'zi kelganimda 48 yoshda edim. 6 oydan keyin qaytib ketdik. Uni qon bosimi bor edi. Qon bosimlari joyiga tushib qoldi. Meni o'zimni ham qon bosimim bor edi. Bu yerda doktorlarga ko'rsatdik. Shunaqangi bir tabletka berdiki, halizgacha meni qon bosimim hozir 120 ga 80. Kentakkining Covington shaharidan uy sotib oldim 2007-yil. Katta o'g'lim green card yutib keldi oilasi bilan 9-yil. Qizim green card yutib kelib qoldi. Turmush qurganimizga ham 50 yil bo'pti. Kelib yashayotgan vatandoshlarimiz orasida qaysidir oilalar qiyinchilikdan, yo'qchilikdan ajrashib ketayotgan bo'lsa, qatga keldingmi? O'sha yerda qonun qoidasi bilan ishlash kerak. Ikkita bolasi bor, qo'lida chaqalog'i bor, eri tashab ketib qo'ygan. O'sha to'lovlarga chidamasdi. Ertalab soat 7 dan kechasi soat 12 gacha ham ishladik. Mustaqillik bo'lgandan keyin hali bir shveyniy sexni xususiy qilib sotib oldim. Ikkita kommersiy do'kon ochdim. Hokim bilan ozgina kelishmovchilik bo'lib qoldi. Ular menga kredit olasiz, qurasiz dedilar. Xullas ishlashga bermadilar. Magazinni buzamanga tushdilar. Bir taqdir taqozosi bilan keyin Amerikaga kelib qoldik. Bir maqolni aytib o'taman shu yerda, qaynana qaynamasa kelinlar aynamaydi deydi. Xotinni akilligi birlikda ananasiga u yoqdan bu yoqqa narsani pulli, ishlagan pulini tortmaslikda. Akil bo'lib mehnatdan qochmaslik. Lekin bir kun oyim yaxshi ham yetgan ekanlar deysan, meni buvimni gaplari hali ham esimga tushadi. Qur'on kirgan o'yda hamma narsa o'zi yo'liga tushib ketadi. Biz endi ateizm davrida yashadik, biz yoshimiz shunaqada o'tdi. Masjidning tepasidagi turgan oyni oldirtirgan. Hali namoz o'qiydigan joyni biblioteka qiladilar degan. Baxtli oilaga qilarlar havas.